BYD Song Plus avtomobilimizni polni tonirovkalarini qidirdik. Oldi Kazirokiga keladigan bo'lsa, oldi Kazirokini qidirdik. O'zini sonsa shitasi bor ekan. Bitta Kazirok uchun akalar bilasizlar BYD ni torpedkasini pastida monitorini, tablosini, polni miyani boshqaradigan simlari bo'ladi. O'shaning uchun unga suv tushirmaslik uchun o'zini maxsus narsalarida yopib olinadi. Bitta sizlarga ma'lumot berib, tanishtirib o'tamiz. Mana bunaqa sochig'i bo'ladi, o'zini suvi ushab qoladigan, suv sepilganda mana shu sochiqqa tushadi. Sochig'idan ham keyin polni teshiklariga mana bunaqa joylariga laminatsiya yopib chiqamiz. Laminatsiya yopib olinganda suv tushib kirib ketmaydi. Laminatsiya yopib olingandan so'ng orasida bilasizlar suv o'tadigan joy bor. Suv o'tmasligi uchun mana bunaqa maxsus arqonni yotqizib chiqiladi. Shu hamma narsani qo'yib olib, keyin tonirovka ko'ramiz. Shunaqa ishlaringni sifatli qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ham tavsiya beramiz.